O'zbek xalqiga odat. Avvalo salom bermoq. Shuning uchun azizlarim, assalomu alaykum. Otam, onam tashlab ketgan yodgorimsiz. Yug'uborim, yurakdagi madorimsiz. Mening uchun uyulmagan qavog'ingiz. Baxtimga sog' omon bo'ling jigarlarim. Sizlar bois yashnab ketar ko'ngil bog'im. Sizlar uchun sizlar mening yurakdagi madorimsiz. Baxtimga sog' omon bo'ling jigarlaring. Assalomu alaykum. Mana shu davrani to'ldirib o'tirgan aziz mehmonjonlar, mezbonjonlar, opajonlar, singiljonlar, onaxonlar. Mana bugun Muxtorjonim, Zilolajonim, Turg'unjonim, Go'zalajonim o'zlarining nabiralarini xatna to'ylarining debochasi bo'lgan suprochar marosimini o'tkazaydi ekan. Men eng avvalo Muxtorjonga, Turg'unjonga, Zilolajonga, Go'zaljonga, barcha qudajonlarimga bugungi to'ylaringiz muborak bo'lsin deyman. Mana o'g'ilchamizni bugun suprochta marosimi ekan. Nasib bo'lsa, shu o'g'lim katta yigitlar bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin. Nasib bo'lsa, shu o'g'lonimizni nima deydi, baxt to'ylarda ham o'tirish hammamizga nasib qilsin. Men mana shu yosh yigitga qarata shunday deyman. Ulg'ayarsan, yigit bo'larsan bir kun. Ortda qolar yoshlik, o'yin, ermaklar, olamni yelkada ko'tarmoq uchun dunyoga keladi. Bilsang erkaklar, ertangi kuningni o'ylab bugundan sening borligingni gulga o'rayman. Seni bizga bergan yolg'iz Xudodan o'g'lim, seni faqat baxting, taxting, kamoling, umring so'rayman. To'ylaring yana bir bora muborak bo'lsin Zilolajon. Bugun bu xonadonda bitta emas, qo'shaloq to'y. Ya'ni Sadiya qizimizni ham bir yoshga tug'ilgan kunlari. Shu qizimizni ham tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qo'yish uchun hammalaringizdan bitta chiroyli qarsak so'rayman. Ilohim umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Nima deydi? Bugungi to'yimizni shunday chiroyli qilib olib borish uchun hammamizga tanish bo'lgan Mahfuzaxon singlimizni davramizga taklif qilaman. Mana bugun davrani juda ham chiroyli qilib olib borish Mahfuzajonning ixtiyorida. Qani marhamat, sizlarni gulduros qarsaklaringiz ostida Mahfuzaxon Shirqulovani davramizga taklif qilaman. Qarsaqlar. Sherbayeva, keling. Assalomu alaykum. Pastarg'omli go'zallari. Kayfiyatlar qalang. Men bu xonadonga qadrdonman, shu xonadonni oila a'zosi deyman-da. Va men Pastarg'om xalqini yaxshi bilaman. Pastarg'omda bor aka, 3 xil qarsak bor. Qarsak, chappak, gulduros qarsak bor. Bugungiz yo'q-ey, bunday qilmang Muxtor aka, hammasini bering. San'atkordan pul olishlarda. Mana shunday olish kerak, mana shunday cho'tiga tiqib olish kerak. Ko'rdinglarmi, nima qilish keraklik, ko'rdinglarmi deganlar, ha? Kayfiyatingiz zo'rmi? 10 ming. Endi u vijdoningizga havola. Men endi 10 minglarga yo'q deyman-ey. Deganlar ketib qolish yo'q, bugun maza qilamiz. Muxtor akam yillar davomida orzu qilgan shunaqangi zabardast mard o'g'lini uylantiryapti. Buni bir devorchasida o'tirib biz suprochar marosimi, to'g'rimi? Bugun o'sha dilimizdagi eng chiroyli suhbatlarni ochamiz, raqsga tushamiz, ona o'ynaymiz, kulamiz, maza qilamiz. Ya'ni sigirim sog'ishim kerak, non yopishim kerak, ketib qolmanglar. Kelishdingmi? Maza qilib o'ynaymiz, kulamiz, maza qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin, yanga. Pastarg'omning eng zo'r yangasiga qarsak bo'lsin. Shunaqangi zo'r, shunaqangi pazanda kelinlarni bor, kelin demaydi, qiz o'rnida ko'radi. Mana qarang, ikkita kelinga ikkita hovli, alohida. To'g'rimi yanga? Top
topgan pulini kelinlarga beradigan qaynona. Xudolar, to'g'rimi xudolar? Tabriklayman, yangi poy qadamli bo'lsin. Ilohim mana shu shirin bolachamiz, sunnat bo'ladigan bolachamiz ham zo'r yigit bo'lsin. Kamida Muxtor akaga o'xshagan bo'lsin. Ko'ngli ochiq, samimiy, mard inson Muxtor aka va Muxtor akaga ham xudolar bitta qasida chalinglar. Hammaga yaxshilik ilashadigan, yaxshilik ulashib, yaxshi kunlarda yonida turadigan inson. Bugun faqat bitta o'zim emas, mana shu yerda shunaqangi zo'r san'atkorlarimiz bor. Shu Pastarxonni yigiti, tanisizlar O'ktanbekni? Ha? Hozir qanaqa zo'r seriallarda rollar o'ynashyapti. Go'zal qo'shiqlar ijro qilishyapti. Hozir sahnamizga O'ktanbek Hamroyev hamda mana shu guruh, Tarona guruhini taklif qilamiz. Qancha chalingni dugonajonlar. Eng zo'r qo'shiqlar bo'ladi o'rtoqlar bugun. Sovqatganlar qimirlab ovqat yeyveringlar. Hazm bo'ladi ona. Qo'shiq bo'ladi, ana undan keyin yana davom etaveramiz. Oldinglarga qo'yilgan noz-ne'matlardan bexijolatdan tanovul qilishinglar mumkin. Yeb, ichib maza qilinglar. Akalar. Ochil dasturxon. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin Muxtor akamizga. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Muxtor rais nimalar ko'rdi? Qanday? Qanaqa? O'tirdim, o'yladim, xayollar surdim. Dunyoga keldim, men nimalar ko'rdim. Ko'rib ko'rmadim-u, bilib bilmadim. Dunyoga mehmonman, nimalar ko'rdim. Oq qora pasti, balandni ko'rdim. Hujjati yo'q guldayin talantni ko'rdim. Azaldan shundaydir zamona zayli. Bir oilada turli payvandni ko'rdim. Ko'rdim, nay 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 nay. Ko'rdim, la 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 lay la lay. Ko'rib ko'rmadim-u, bilib bilmadim. Ko'rdim, la 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 lay la lay. Boylarni ko'rdim, bag'ri ochiq xotam, toylarni ko'rdim. Yerda yashaguvchi xoksorlarni, osmonda yurguvchi oylarni ko'rdim. Gaping katta katta, o'zing bir latta. Otangni davlati tugar albatta. Otang senga emas, sen otang uchun xizmatini qilsang bu bir davlatda. Ko'rdim, nay 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 nay. Ko'rdim, la 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 lay la lay. Ko'rib ko'rmadim-u, bilib bilmadim. Ko'rdim, la 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 lay la lay. Boshida toji bor bir dardni ko'rdim. Poklikda chang va gardni ko'rdim. Otasin xo'rlagan oq padarlarini, onasin qiynagan nomardni ko'rdim. Ko'rdim, nay 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 nay. Ko'rdim, la 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 lay la lay. Ko'rib ko'rmadim-u, bilib bilmadim. Ko'rdim, la 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 lay la lay. Ko'rganlarim shunday, shunaqa. Qo'l ochib duolar qilardi, Allohdan baxt omad tilardi.
erkalab boshimni silardi. Endichi yonimda onam yo'q meni. Erta tong assalom der edim, yonida nonushta yer edim. Sher edim, haqiqiy sher edim. Endichi yonimda onam yo'q meni. Onam, onam, qabringiz nurlarga to'lsin onam. Onam, onam, joyingiz jannatda bo'lsin onam, onam. Onam, onam, qabringiz nurlarga to'lsin onam. Onam, onam, joyingiz jannatda bo'lsin onam, onam. Ketsam gar ko'p yurib, har soat qilardi qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq kutamanlik biroq, qo'ng'iroq qiluvchi onam yo'q meni. Onasi borlarning baxti bor, jannatda bezalgan taxti bor. Bir paytlar edim men baxtiyor, endichi yonimda onam yo'q meni. Onam, onam, qabringiz nurlarga to'lsin onam. Onam, onam, joyingiz jannatda bo'lsin onam, onam. Onam, onam, qabringiz nurlarga to'lsin onam. Onam, onam, joyingiz jannatda bo'lsin onam. Ba'zan og'rigan jonimiz, ba'zan qaynagan qonimiz, barchamiz ham mehmonmiz, hosilatga tasanno. Yashil yonsa svetofor, hosilatga kirasan, hosilatga kirsang gar taajjubda qolasan. Qishloqmi bu shahar deb asfalt yo'lda yurasan, tekis yo'lning chetida o'yingohni ko'rasan. O'yingohda o'ynasang, gohida gol urasan, senga gol urib qo'ysa hosilatga tasanno, tasanno hosilatga, hosilatga tasanno, tasanno hosilatga. Yangicha tib maktabni dovrug'i yurt kezmoqda, bunga ko'proq ustozlar qissasini qo'shmoqda. Hosilatga tasanno, tasanno hosilatga, hosilatga tasanno, tasanno hosilatga. Xalqi juda boy yashar, to'kin sochin dasturxon. Ishonmasang ey oshna, hosilatga bo'l mehmon. Qishloqmi bu shahar deb asfalt yo'lda yurasan, tekis yo'lni chetini kelib ko'rsang bilasan. Savdo sotiq uchog'i, har kasbdan bir shingil, moy ustida pichog'i, yayrab ketadi ko'ngil. Hosilatga tasanno, tasanno hosilatga, hosilatga tasanno, tasanno hosilatga. Yashil yonsa svetofor, hosilatga kirasan, yashil yonmasa svetofor kirasan. Hosilatga tasanno, tasanno hosilatga, hosilatga tasanno, tasanno hosilatga.
qo'shig'im tugadi. Chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz, kulgu bilan jilmayib ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmay va yana kimlargadir yoqamiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz, birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin ustoz shogird kulgusi. Ilomonman, muxtorman, qarsillagan chaqmoqmiz, sharsillagan chaqmoqmiz. Qolmasin hech dillardan kulgu. Yuragingiz ochingiz gulgun. Nechitasir shu bugun. Bir ziyofat bering ey do'stim. O'tar gado, o'tar boyi ham. O'tar umr, o'tar chiroyi ham. Shifo imish limon choyi ham. Bir ziyofat bering ey do'stim. Bir ziyofat bering, bir ziyofat bering, bir ziyofat bering ey do'stim. Bir ziyofat bering, bir ziyofat bering, bir ziyofat bering ey do'stim. G'ijimlangan sochi bor, shundan bir ko'ngil so'rang savob bo'ladi, haqqingizga tavob bo'ladi. Osh bo'lmasa kavob bo'ladi. Bir ziyofat bering ey do'stim. Tugamaydi bu dunyo ishi, mol-u dunyo pul tashvishi. Bo'lib olmang ey qovoqli kishi. Bir ziyofat bering ey do'stim. Bir ziyofat bering, bir ziyofat bering, bir ziyofat bering ey do'stim. Bir ziyofat bering, bir ziyofat bering, bir ziyofat bering ey do'stim. Kichik bo'lmas qoshu ko'zlardan, ota bobom aytgan so'zlardan, bir gal mendan, bir gal sizdan. Bir ziyofat bering ey do'stim. Himmatingiz ketmaydi kuyib, yeyish shart emas buguncha to'yib. Hech bo'lmasa bir xo'roz so'yib. Bir ziyofat bering ey do'stim. Do'stsiz o'tgan umr abgor. Ayting do'stdan yaxshi kim bor? Shu bahona shirin diydor. Bir ziyofat bering ey do'stim. Bir ziyofat bering ey do'stim.
ko'raman qarindoshim qondoshlarim qarindoshim qondoshlarim men sizlarni yaxshi ko'raman men sizlarni yaxshi ko'raman Otamiz bir, onamiz bitta, amaki bilan jonimiz bitta, nasabimiz bir, naslimiz bitta. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi yashash yanada yaxshi, oqibat bu mehrning naqshi. Tog'a va jiyan hammadan yaxshi qarindoshim qondoshlarim qarindoshim qondoshlarim qarindoshim qondoshlarim men sizlarni yaxshi ko'raman men sizlarni yaxshi ko'raman bir qo'shiq aytay qarindoshlarga qondoshlarim jondoshlarga yuragimdan aytilar so'zim men sizlarni yaxshi ko'raman siz onamga o'xshaysiz aka siz onamga o'xshaysiz uka opa singillar otamning o'zi qarindoshim qondoshlarim qarindoshim qondoshlarim qarindoshim qondoshlarim men sizlarni yaxshi ko'raman men sizlarni yaxshi ko'raman joningizga jon bo'lay o'zim bir lahzada sog'inar ko'zim chin dilimdan aytar bu so'zim men sizlarni yaxshi ko'raman mehri olov mehribonlarim qadrlisiz qadrdonlarim amma xola jonajonlarim men sizlarni yaxshi ko'raman qarindoshim qondoshlarim qarindoshim qondoshlarim men sizlarni yaxshi ko'raman men sizlarni yaxshi ko'raman yaxshi yashash yanada yaxshi oqibat bu mehrning naqshi tog'a va jiyan 2 hissa ovqat beringlar mana shu raqsga tushganlar. Chunki bular davrani qizdiryapti. Keyin o'zi mana shunaqangi to'y tadbirlarda
Odatda davraga kim birinchi bo'lib raqsga chiqadi? Ayollarmi, erkaklarmi? Ayollar to'ppa-to'g'ri. Ayollarning ichida ham kim birinchi bo'lib raqsga chiqadi? Kim? Yo'q, ayollarning ichida kim birinchi bo'lib raqsga chiqadi? To'y egasi? Bilmasangiz. Ayollarning ichida eng birinchi bo'lib raqsga yangi ko'ylak olganlar chiqadi. Shunday o'ynaydi. Duganalarim ko'rsin, kuyulsin deydi. Mana beda poyiga tiqilib botib ketsang o'ynayapti. Shu o'ynab beda poyida. Mening g'irt qishloqda o'sgan qizman. Eshak minib katta bo'lgan qizman. Bugun begona, bugun hamma o'zimiz to'g'rimi? O'shancha o'ynab qolaylik qizlar. 5 kunlik dunyo. O'ylamaydi hech narsani. Men har doim aytaman, ona, o'zbek ayoli hech qachon o'zi uchun yashamaydi. O'zbek ayoli o'lguncha bolam, chaqam, ro'zg'orim deb yashaydi. Ha, iltimos sizlar, iltimos deganalar. Bundan keyin faqat o'zinglar uchun yashaydilar. Iltimos sizlar. Bugundan boshlab. Bugundan keyin keliningiz kelib borib sizga qarab, "Oyjon, 5 daqiqaga navarangizga qarab turing" desa, shunday qarangda keliningizga. Shunday qarangda. Tur yo'qol deng. Deng. "Voy ular, oyjon, bu gaplarni kim o'rgatdi sizga" desa, "Mahfuzaxon" deng. Ayting. Agar keliningiz g'ing desa, menga aytmang. O'zingiz hal qiling o'sha. Men o'patib tashkilga ketgan bo'laman. Ha, keyin yana iltimos qilaman, onajonlar, bundan keyin borib pensiyani bermanglar kelininglarga. Bermanglar. Bermanglar. Bundan keyin pensiyani menga beringlar. O'zim yig'ib o'zim keldim. Rangdoshim. Qora odam, unday yaxshi qizlar, asalim, rahmat. Voy, rahmat. Shunday bir bu bergisi kelmayapti. Mayli, o'g'illik. Shunday bir tarbiya ko'rgan inson ekansizlar sizlar. Rahmat. Yana shunaqa tarbiya ko'rganlar bormi? Yana ammalar keldi, mana qaranglar. Anaqaga o'xshaysiz siz. Rahmat. Qanday yaxshi insonlar. Men bugun qolaman-ku. Yanga bozorda pulidan beryapti. Ko'zini chirt yumib beryapti. Men bu pullarni o'ylamaylar. O'ylamaylar. Rahmat. Mana Muxtor akamni 7 bo'lasiz. Xudosi. Siz ham meni rangdoshimni aytib qo'ying. Yo'q. Deganalar biz ko'pchilik ekanmiz bu yerda. Chunki ana qorani qoni chiqquncha sarimni joni chiqadi deydi. Biz juda dahshatli insonlarmiz, qoralar. Hech kim siqilmaylar. Degana rahmat. Rahmat, paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin. Pul qistirsang oxirigacha qistir, cho'ntagingda qolmasin. Degan, yo'qqa borsa o'chib qolyapti-da. O'ylamaylar yana bu Mahfuzaxon qishloqda o'sganman deb turib, rosa bir pulga o'chakan deb o'ylamang degani. Menga baribir, men rostini aytaman, menga pul kerak emas. Yo'q, pul kerak emas degani. Yo'q, menga pul kerak emas. Ustalarga kerak. Tashkilda usta ishlab yotibman. Mana usta ishlatganlar biladi. Mix deydi, samarrez deydi, kraska deydi. Ona hozir lyustraga pul yetmayapti. Bugun mana shu yerda samarqandliklar birlashib lyustrani hal qilishimiz kerak. Ertaga men televizorga chiqqan paytimda Mahfuzaxonni uyini lyustrasini biz o'rganganmiz deb yurasizlar. Keyin men shunday deyman. O'ylayman. Qo'shing, lampochka olaman men bu pulga. Eng zo'rida. Yo'q, to'g'risida ona o'zi borib deganalar bitta gap aytaydi.
quvonchli bo'lsa, o'sha xonadonda baraka bo'ladi. Ayolni ko'zi baxtdan porlab turishi kerak. O'shancha bunday qilaylik deb bitta ish qilamiz. Bugun begona yo'q, hamma o'z-o'zimiz. To'g'rimi? Uyalib o'tirmanglar. Va ikki tarafga bo'linib olamiz. Sizlar o'ng tomon, sizlar chap tomon. Ona kelishdingizmi? Hozir men ayollar sha'niga borib, eng zo'r tilaklar bildiraman. Ilohim, mana shu Mahmuzaxonning tilaklari amalga oshsin degan hammanglar borib, urra deb baqiraveringlar. Yo'q, halimas. O'lib turgan ekansizlar. Halimas. E'lon qilgandan. Sizlar o'zingizlarning jamoalaringizni himoya qilinglar. O'rtama sizlar o'zingizlar jamoalar. Bo'ptimi? Guruhinglar nomi nima bo'lsin? Oyposhsha? Oyparcha? Malades. Oyparcha jamoasi. Sizlarchi? Gurdona? Durdona? Ha, yagona bilan oyparcha bellashar ekan. Oyparchalar parcha bo'lib ketmanglar, iltimos. Birlashinglar. Kim ekanligingizni hozir ko'rsatinglar durdonalarga. O'rningizda turib devoringlar. Mana oyparchadan boshlayman, xola. Sizni hurmatingiz uchun. Oyparchalar tayyormisizlar? Ilohim har bir o'zbek ayoli hech qachon qarimasin. O'ldi. Sharmanda qilinglar, oyparchalar. Kumparcha bo'lmaysan menga desang. Ey, bu urra bo'lmadi. Bu kurra bo'lib qoldi. Va quvonib uradi ishinglar kerak edi. Siz durdonalardan bir o'rganinglar mayli. Bitta imkoniyat, durdona jamoasi. Sizlar bitta jamoa, bitta urra deb berasizlar, xo'pmi? Eshitinglar, sizlarda kamchilik bo'lar. Bozorchilar urra deb berasizlar, xo'p? O'zbek ayollarini qozoni to'la osh bo'lsin. Mana qarang. Ovozni jarangdorligini qarang. Erlariga baqirib o'rganib qolganda. Shunday urra dedi. Yana bitta imkoniyat sizlarga. O'rgandinglarmi? Turib urra deylar. Shunday bir chakki yemagan ayollarga o'xshaysizlar. Mana 3-urra. O'zbek ayollarini bekitib qo'ygan pullarini eri topib olsin. Eng haqli o'g'irlar boshqa ekan. Bularni urrasi bor, o'pkadan chiqqani yo'q. 12 barmoq ichakdan chiqdi bular. Akalar, men sizlarga bir do'stlik qilay. Ayollar borib, shunaqangi pul bekitadi. Inson bolasini kallasiga kelmaydigan joylarga bekitadi. Ana beshikli ichidagi, tuvaqti ichidagi simakni ichiga tiqib yuboradi. Uning nafaqat eri joyi kelsa o'zi ham topolmaydi. Qaysi ko'rpan orasiga tiquvdim deydi-ku. Qayerga qo'yasiz? Belga? Bekirichi. Bir sinaylik. Durdona jamoasi oxirgi imkoniyat sizlarga. O'zbek ayollariga eri xiyonat qilmasin. Dardli. Urralarda dard bor. Urra dedi-ku, unaqa erkak yo'q dedi. Baloni yebsan dedi. Bizi tajribamizdan o'tgan dedi. Endi bunday qilaylik, to'y-to'yday bo'lsin. Mazza qilamiz bugun. Bo'pti deganlar. Qaranglar qizlar, bitta o'yin qilamiz. Ishonganinglar kim? Oyparcha jamoasi. Raqsda kim zo'r o'ynaydi? Opabek keling. Keling. Jang kuchli bo'ladi. O'yin tayyorlanish kuchli. O'ldi. O'ta og'ir vaznda. Yo'q. Hech qachon qaridim demanglar. 10 gulinglardan bir gulinglar ochgan yo'q. Zahirada turibdi mana Ronaldoning izdoshlari. Hech siqilmang. Oyparcha jamoasidan Mohiyapam himoya qiladi. Oyparcha jamoasini jang o'ta kuchli bo'ldi. Durdona jamoasida bitta chiqsin.
apa. Uxdi. Vajohat bilan chiqdi. Men dedi hozir dedi oyparchani dedi hozir. Kumparcha qilib dedi, chilparcha qilaman dedi-ku. Qarindosh urug'dek ayab o'tirmang. Kelishdingmi? O'zingizni jamoangizni himoya qiling. Hech qanaqa bitta yosh boshmas. Sovg'a zo'r, sovg'aga yarasha o'ynaganga, tushundingizmi? Sovg'a bor. Sovg'ani o'zim beraman. Mardga mard bo'lish kerak. Kelishdingmi? Siz oyparcha jamoasi, siz durdona jamoasi. Qaltirib o'ynang. Mana bedalar qaytib chiqmaydigan bo'lib ketsin. Ildiziga teping. Kelishdingmi? Men sizga ishonaman. Men ko'rdimki bir qimirlaganda bir 3 kilodan ozdingiz boya. O'shancha birdaniga sizni chiqardi bular. Hamma qarsiylar bilan qo'llab-quvvatlab tursin. Eng zo'r jang bo'ladi hozir. Hading. Demak, diqqat. Landi. Oyparcha jamoasi bilan Durdona jamoasining raqs musobaqasi boshlandi. Bir qo'shiq aytay qarindoshlarga, qondoshlarim, jondoshlarga, yuragimdan aytilar so'zim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Siz onamga o'xshaysiz aka, siz onamga o'xshaysiz uka. Opa-singillar otamning o'zi, qarindoshim, qondoshlarim, qarindoshim, qondoshlarim, qarindoshim, qondoshlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Joningizga jon bo'lay o'zim, bir lahzada sog'inar ko'zim. Chin dilimdan aytar bu so'zim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Mehri olov, mehribonlarim, qadrlisiz, qadrdonlarim, amma xola, jonajonlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Qarindoshim, qondoshlarim, qarindoshim, qondoshlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi yashash yanada yaxshi, oqibat bu mehrning naqshi. Tog'a va jiyan hammadan yaxshi. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Qarindoshim, qondoshlarim, qarindoshim, qondoshlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizlarni yaxshi ko'raman.
desang xorijga, London yo Parijga, sig'gili bir qarijga, mana shuncha pul kerak, hammasiga pul kerak. Qazi qarta yeysanmi, qimmat po'stini kiysanmi, yaxshi yashay deysanmi, axir bunga pul kerak, hammasiga pul kerak. Mashina kerakmi jengi, qani sanangchi dengi, dollar, yevro yo tengi, xullas kalom pul kerak, hammasiga pul kerak, pul kerak, pul kerak, hammasiga pul kerak, pul kerak, hammamizga pul kerak. Aka, sizga ham pul kerak, menga ham pul kerak, pul kerak, pul kerak, hammasiga pul kerak. Uylansang yangi domga, uyga pista bodomga, xotining tug'sa raddomga, korotchi pul kerak, hammasiga pul kerak, pul kerak, pul kerak, hammasiga pul kerak. Yetti qizingning bo'yi, bitmagan o'g'il uyi, erta bojamni to'yi, voydot, shuncha pul kerak, hammasiga pul kerak, pul kerak, pul kerak, hammamizga pul kerak, hammangizga pul kerak. Birovdan so'rolmaysan, xotirjam yurolmaysan, kasal ham bo'lolmaysan, doriga ham pul kerak, hammasiga pul kerak, pul kerak, pul kerak, hammasiga pul kerak. Korotchi pul kerak, mana shuncha pul kerak, hammasiga pul kerak, hammamizga pul kerak, pul kerak. 40 kilogram pul kerak. Bu qancha bo'ladi deysizmi? 40 kilosi bir chimdim ko'kidan bo'ladi shu. Ketay desang xorijga, London yo Parijga, sig'gili bir qarijga, mana shuncha pul kerak. Hammasiga pul kerak, pul kerak, pul kerak, hammasiga pul kerak, pul kerak, pul kerak, pul kerak. Yo'q. Bugun bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmaydi. Zo'r o'ynadingiz, keling. Bo'shashmadingiz. Men va'da qildim. Va'daga vafo mardning ishi. Mana shu qistirilgan pullarimni bo'lib beraman shularga. Yo'q. Yo'q, qolib ketarman, chiqa olish kerak. Shunda olmang yanga. Men lampochkani pulni-chi? Qolganini ixvorish kerak-da. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Nimaga? Yo'q, unday qilmang. Yo'q, unday qilmang. Yo'q, unday qilmang. Yangi uyga mehmon. Yo'q, unday qilmang. Qo'shib bering, unday qilmang. Aha, bo'pti. Ko'ndilarni men berdim. Yangi o'zlari mehmonga chaqirasiz. Klikdan? Ha, dadasining nomidan. 86 yozing-da. Ya, hazillashdim. Rahmat, yutdingiz. Ana, qancha bo'lsin. Malates, Oyparcha jamoasiga vobshe go'zal, Durdona jamoasi umuman go'zal. Ikkalasi bir-biridan go'zal. Tengsiz, tengilar yo'q, asallarim. Endi bora kelin poshshamizni zo'r sovg'asi bor. Kelinimizga bir qasik chalinglar. Hamma ammajonlariga, qavm qarindoshlariga chiroyli sarpolari bor. Mana shu yaqinlarim oldida, jigarlarim oldida shu sarpolar topshirib olay dedi. To'g'rimi?
Yaqinlar. Ikkiga bizni bir qadrdon opamiz bordi hozir qani? Juma guruhini solisti ketib qoldimi? Qani? Ayla shu yerda. Adel izlayapti? Ha. Hamma go'zalni bir qator turib olinglar-da. Sarpolarni ham chirtib, tiktirib ham berdinglarmi? Malades. Qarang, tikuvchini ham pulini berganda. Voy, qanchadan tikyapsizlar-da? 100 ming. 100 ming eng pasti. Yoshiga qarab chiroyli turinglar. Kulib turinglar. Tekinga sarpo kiyganda kulib turish kerak-da. Ha? Qarsaklaringizdan Qarsaklar bo'lsa, yangi yilga yangi ko'ylaklar. 2026-yil har bir xonadonga fayzli, barokatli, yangiliklarga, yaxshiliklarga boy yil bo'lsin. Nima dildan o'tgan orzu istaklar bo'lsa, hammasi orzularing usharsin. Orzuchiligicha qolib ketmasin hech kiminglarga. Zo'r tikilibdi, adashtirib qo'ymanglar bir-birnikini. Sig'may yotmasin yana. kelishib olamiz. Bu opa-singillar zo'r ekan, muxtar ekan, opa-singillar qo'l ko'taringlar-da. Akasini bor pulini o'ynab olib qo'ydi ko'chada. Zo'r odatlari bor ekan. Malades. Soatini qilmaydi bir ekansiz. Bir o'ynadi, akasi hamma pulni qistirib qo'ydi. Ha, bir to'yga chiqsa, Ha? oshib ketdi. Simcha tillalar ekan, oldingiz. Ana dadil gapiribdi, qarasa tillaga bir kun o'tdi. Truslar. Ha, bozorchilarmi? Bozor ko'pmi? Sulpochani qo'raveramiz biz. Sulpochani mana shu yerda qilamizmi? Ha, qulluq bo'lsin deb chiqib ketamiz. Mayli, qiling, nima qilsangiz qiling. Bilganingizni qiling. Qulluq bo'lsin deb ayting. Ha, har bitta stulga borib yetadimi? Yo'q, shu qulluq bo'lsin. Sarpalar. Qulluq bo'lsin. Sarpolar qulluq bo'lsin. O'zingizlarga buyursin. Yarashtirib kiyib yuringlar har doim. To'xtanglar. Kiyib chiqasizlarmi? Bunday qilaylik. Hech kim mo'yda bo'lmagan. Kiyib chiqinglarda, bo'yma-bo'yga kelinglarda modalar namoyish qilamiz. Kimga zo'r turgan ekan ko'ylak, to'g'rimi? Borib kelaveradi. Bitta yama kazish kerak etmayapti. Bunday rag'lab tushirib yuboradi. Esda qolardi, o'ldi, yamaga yama tushib ketdi dedim. Tekislamabdi-da, mana. Ha, mayli. Keyin o'zimiz amallaveramiz. O't ketadi dedim. O't ketadi. Bo'ldi. Bular kiyib chiqquncha bitta o'ynab olamiz, bozorchilar. Puldorda qaraylik, pul ko'p odam bor, o'tirish ham boshqacha bo'ladi. Nigohlar mana bozor ko'mdi qarang. Birovni bir tenga olmay kulyapti, ko'ryapsizlar? Bozor ko'pni ko'rganda menga bir boshdan oxirigacha bir qarab qo'ydi. Keyin kulganda ham bir ha deydi. Faqat mana qarab bular qah otib kulyapti. Bozor ko'mda o'tirishi qarang. Bozor ko'm nahranasini betiga laga tutgan opa. Magazinchimi? Omadinglarni bersin, pulni tagida qolib ketinglar. Shunaqa zo'r boy bo'linglarki, puldan uylar quringlar. Shunaqa bo'linglar. Eng muhimi sog'lik, tinchlik, shukronalik bo'lsin. Qolgani bo'ladi. To'g'rimi qizlar? Ana shunday. Endi bitta raqsga tushamiz-a? O'ktanbekda shunaqa zo'r qo'shiqlari bor xola. O'ynamagan odam ham o'ynab ketadi. O'ynaylik. Mana qarang. Bitta turing. Juma guruhini solistisiz, men sizni taniyman. Hozirgi mana u show bir bolalar bor-ku, mana shulardan andozoga ishoninglar. Bular qilgan paytda hech kim qilmagan bunaqa ishlar, showlar, to'g'rimi? Qoyil qolaman. Omadinglar biz shuncha yillardan beri xalqimizning xizmatini qilib charchagani yo'q. Rahmat. Qanday charinglar, har biringlar to'ylarda xizmat qilgan. Salomat bo'ling. Akaga men nomimdan salom deng. Omadlaringiz bersin. Rahmat bittaga. Endi hammamiz bir o'chib qoladi. Bir jatillab o'ynaylik. Bitlarimiz to'kilsin. Dushmanlar tuyulsin. Akilasiz mana qarab turinglar. Ayollar o'zini qiladigan ishlarni bo'lar. Mashina o'tiribdi-da. Bir xohlasanglar qo'shilishinglar mumkin. Demak, shu qo'shiqlar bo'ladi. Yangamni qarindoshlar, tushinglar. Birga o'ynaylik. Zo'rlardan ayting. O'ktanbekda shoh qo'shiqlar, qolganlar raqsga tushadi. Hali keyin modalar namoyishini o'tkazamiz. Maylimi? Ketdik. Marhamat. Voy, unday qilmanglar.
Rahmat. Hojani, behojani aytib olaman. Dert kelganda his etguvchi jon bittadir. Ulg'ayganda shavkatu shon bittadir. Tomirida oqayotgan qon bittadir. Qondoshlikni bo'lishmaydi aka-uka. Bu mehrdan arzon turar mol davlat. Ko'ngillarda oqibatning bori davlat. Bilsang agar yigitlikning ori davlat. Davlat so'rab urushmaydi aka-uka. Davlat so'rab urushmaydi aka-uka. Muhabbatning cho'g'i so'nmas o'chog'ida. Vaqt kelib ulg'ayganda er chog'ida. Otasining mehri yashar quchog'ida. Quchoqlashmay ko'rishmaydi aka-uka. Vaqt ajratgay o'zi oqu qoralarni. Haq asragay mudom jigar qoralarni. Buzmoq bo'lar kimlar kelib oralarni. Ammo mulzam turishmaydi aka-uka. Ular do'stdir, ular qondosh va sirdoshdir. Dard kelganda bitta vujud bitta boshdir. Yo'qchilikda bir-biriga yelkadoshdir. To'qchilikdan to'lishmaydi aka-uka. Ey, to'qchilikdan to'lishmaydi aka-uka. Eski hovli qolmish meros otasidan. Voz kechilgay saroylarning 10tasidan. Shu qadrdon ota uyning o'rtasidan baland devor qurishmaydi aka-uka. Oqibatni buzishmaydi aka-uka. O'tirdim o'ylab Pazarg'omda oqmang'it, go'zal go'sha betakror. Xalqi ishchan tadbirkor, dasturxonda noni bor. Dehqoni bor g'allakor, obod etar paxtazor. Qadamlari lolazor, Pazarg'omda oqmang'it. Yelkasi yer ko'rmagan, qadrin yerga urmagan, yurtin boshini egmagan palvon ajdodlari bor. Otga qamchi urmasdan, solimga qiziqmasdan, ko'pkaridan non topgan palvon o'g'lonlari bor. Pazarg'omda oqmang'it, manzil Zarafshon go'sha. Ha adashmadingiz, eski Marsiz o'sha. Pazarg'omda oqmang'it, manzil Zarafshon go'sha. Ha adashmadingiz, eski Marsiz o'sha.
tomda farqi bor, bir avlod u bitta jon, shifr tomda farqi bor. Oqmang'it odamlari sizga qulluq tasanno, oqmang'it odamlari sizga qoyil tasanno. Yusufdek labzi halol, Yusufdek husni hilol, gapirganda gapida ori bor, nomusi bor. Yigitlari yagona, qizlari ham yagona, o'ziga xos odamlari oqmang'itdir yagona. Bozorxonda oqmang'it manzil zarafshon go'sha, ha adashmadingiz, eski parsiyiz o'sha. Bozorxonda oqmang'it manzil zarafshon go'sha, ha adashmadingiz, eski parsiyiz o'sha. O'zini suratini internetga qo'ymasdan o'zgani surati bilan meni maftun aylagan qizga bag'ishlangan qo'shig'im faqat sizlar uchun. Tanishdim internetda bir chiroyli qiz bilan, yagonadir unetda tilim ojiz so'z bilan. Suratiga oshiqman, loldirman suratiga, uchrashayli desam gar, qoyilman jur'atiga. Ko'rishmoqqa shoshmang deb Telegramdan yozadi, haddingizdan oshmang deb Instagramdan yozadi. Yozadi o, yozadi pinhona siyratidan. Men faqat oshiqdirman, masturman suratidan. Bilgim keladi netay, ko'rgim keladi netay, hol so'rab bir qo'ng'iroq qilgim keladi netay. Nechkada yozishamiz, odnoda tanishamiz. Ey internet go'zali, biz qachon ko'rishamiz? WhatsAppda yozishamiz, ko'rishmay urushamiz. Xayolat dunyosida sevishib yozishamiz. Sensiz o'laman deydi, yolg'iz qolaman deydi. Didorni o qizg'onib, vohay o'laman deydi. Bilgim keladi netay, ko'rgim keladi netay, hol so'rab bir qo'ng'iroq qilgim keladi netay. Ko'rishmoq armon bo'ldi, sabr qozon ham to'ldi. Uchrashaylik desam gar, uchrashmoq armon bo'ldi. Internetda yagona, yagonami bir dona. Bu tuyg'u hozircha Muxtor raisga begona. Bilgim keladi netay, ko'rgim keladi netay, hol so'rab bir qo'ng'iroq qilgim keladi netay. Bilgim keladi netay, ko'rgim keladi netay, hol so'rab bir qo'ng'iroq qilgim keladi netay. Iltimos sizlar aldamanglar,
o'zi bergan tabiiy go'zallikdan ayirmasin. Aldamanglar. Aldamanglar. Bir qo'shiq aytay qarindoshlarga, qondoshlarim, jondoshlariga, yuragimdan aytilar so'zim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Siz onamga o'xshaysiz aka, siz onamga o'xshaysiz uka. Opa-singillar, otamning o'zi, qarindoshim, qondoshlarim. Qarindoshim, qondoshlarim, qarindoshim, qondoshlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman, men sizlarni yaxshi ko'raman. Joningizga jon bo'lay o'zim, bir lahzada Qoyil qoldim. Bunaqangi go'zal, bunaqangi chiroyli raqsga tushadigan ayollar faqat Samarqandda. Pastdarg'omda. Tan olish kerak. Samarqandning ayollari bor, bilasizlarmi qanday? Samarqandning ayollari O'zbekistonning ayollarining ichida ayollarni erkagi. Yo baralla kulavering. To'g'risi. Birorta bir san'atkor Samarqandning ayollariga ma'qul kelib qolsa bormi? Tashakirash o'tirmaydi. O'rnida shundoq turib, bo'ynidagi tilla troslarini yechib, san'atkorga qarab otib boradi. Olay senga deydi. Deydi. Bormi shunaqalar? Bormi? Bozorga o'tadimi? O'zimga qo'shib otib boradi. Bu kishini hazillashmanglar-e. Qizlar qo'rqmanglar. Qo'rqmay oshdan tanol quraveringlar. Menga tilla kerak emas. Kerak emas. Menga bugun Muxtar akani to'yi fayzli o'tsa, chiroyli o'tsa, bu men uchun tillaga emas. Bu men uchun brilliantga teng. Tillani o't. Qarsa kerak emas. Kerak emas. Yo'q, unday qilmanglar. To'q qaringa qarsak yaxshi chiqmaydi. Yo'q, kerak emas. Kerak emas. Bunaqa nimjon qarsaklar bo'sh kerak emas. Yo'q. Endi tushundim. Yo zo'rda. Zo'r qarsak chalyapsizlar. To'g'risi. Keyin men yaqinda xursand bo'lganim bor do'kondalar. Ovqat yeb eshitaverasizlar, men gapirib turaveray. Yaqinda men xursand bo'lib ketdim. Qizlar rosa xursand bo'ldi. Xabaringlar bo'lsa. Internetga Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin chiqib, o'zbeklarni maqtadi. Eshitdinglarmi? O'zbeklar dedi, yiliga 1 million ko'payyapti dedi. 1 million ko'payyapti dedi. Ularni boshqa qiladigan ishi yo'qmi dedi. Bu ketishda o'zbeklar dedi. Fransiyaga yetib oladi dedi. Men mana shu gapiga xursand bo'ldim. Chunki yer yuzida o'zbek erkaklariday zotdor erkaklari yo'q ekan. To'g'risi. Bizda tug'ilyapti ekan, 4 talab, 5 talab egizaklar O'zbekistonda tug'ilyapti ekan. Chet elda yo'q ekan. Men shundan keyin fikrni bilay dedim. Fransiyaning ayollari qizlar. Qayerga kelasiz? Qo'rqmas ekan. Fransiyaning ayollari o'zbek ayollariga xat yozibdi. Hurmatli o'zbek ayollar, iltimos, eringlarni bizga prokatga berib turinglar debdi. Men endi mana shu yerda o'tirgan kampiriz qani? Qaysi biri? Mungli qaragani. Yangi bir keling.
Keling. Eringiz yonida turibman. Siz qaramang yoqqa. Yangiga qaramang, yangiga qarasangiz rangingiz o'zgaryapti. Qaramang. Yangi keling. Men ularga aytdim, sizlarga men javobini aytaman dedim. O'shancha men o'zbek ayollarining fikrini bilishim kerak. Yangi sizga savol, go'zalim. Sizga savol. Fransiyaning ayollari kelib borib, eringizni bir yilga berib turing desa. Ha, yo'q. Berib turing desa. $20,000 joyda sanamiz 2 pochka desa. Bir yilga berasizmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Bermayman-da. Bolalarim bor. Bolama bosh yursin, nevaralarga qarasin, hamma ili joyli qilsin. Qanday beraman? Bering. Ha, 2 pochka deyapti, bering. Ha, ber. Yolg'on gapiryaptimi? O'zi birinchi dollar bersa beraman dedi. Kim birdan aynidi. Berasizmi yo'q? Yo'q, bermayman. Mana o'zbek ayoli. Akalar, ko'rdinglarmi? Bermoq, jon bermoq. Puling boshingda qolsin dedi. Kerak bo'lsa men senga beraman pulni dedi. To'g'ri qildingiz. Malades. Yana bitta kundosh olib qo'yibman. Ikkita xotin xo'jayinim yetadi-ku biz. Ikkita. Bitta nima qiladi? Ikkita bor. Xotin o'ra ekan bu kishi. O'zida berdi. Mart ekan-ku. Mart ekansiz. Qoyil, rahmat. Haqiqatdan ham mart inson ekan. Va juda ham chiroyli javob berdi. Endi men sizni fikringizni bildim, rahmat. Lekin ketadigan odamdan ham so'rang. Chunki talab bu kishiga tushgan. Sizga aytsa-da, biz sizga 20 demaymiz desa, biz sizga 5 pochka $50,000 desa. Borasizmi yo'qmi? Qayerga? Fransiyaga. Fransiyada pishirib qo'yibman. O'zbekiston yaxshi-ku. Yo'q. Tog'ani rangi bir oqargan paytda men ichidan nima o'tganini bildim deganlar. Enga ichida aytdiki, shu gapni xotinning oldida so'raysanmi, galvars dedi. Panaroqda so'raganingda ketvarardim-ku dedi. Ana. Turing o'rningizdan. Shunday turib turing degani siz shunday turib turing. Mana shuncha do'st yorlar ichida. Mana shuncha qavmi qarindoshlar ichida borib, bugun yangamga bitta rahmat ayting. Yo, to'xtab turing, mana qarang, yaqinroq kelingda. Onasi deng. Siz dunyodagi eng go'zal ayolsiz deng. Boringizga shukr. Men sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Sekretni bo'ladi bu gap. Aytdimi yo'qmi og'irgi paytda? Hamsha aytadi. Aytdim. Unda baxtimga omon bo'ling deb ayting. Sog'mi kampir baxtimga omon. Qanaqa kampir? Go'zallar go'zali deng. Hali 10 gulidan bir gul ochilgan yo'q, to'g'rimi? Go'zalim baxtimga omon bo'ling, kampir demang. Xo'p, mayli. O'zir. Jonim. Ana ko'rdingizmi? Yaxshi bo'ldimi? Ko'nglingiz to'ldimi? Yoki boshqacha gaplarni ayttiraymi? Bo'ladi. Ana shunday gaplarni aytib turish kerak, akalar. Ayol qulog'i bilan yaxshi ko'radi. To'g'rimi qizlar? Har biriga aytish kerak. Onasi sizni yaxshi ko'raman, baxtimga omon bo'ling deb aytib turish kerak. Shunaqa desanglar akalar, ishinglar 5 bo'ladi. Ayollar bekitib qo'ygan pullarini ham chiqarib, shunda ro'zg'orga ishlatib yuboradi. Har doim aytib turish kerak, to'g'rimi? Surposh narsalar tayyor bo'ldimi? Kelinglar. Xursand bo'lish kerak. Xolajonlarimiz, kelinglar, yoshi ulug' qudalarimiz. Surpachar marosimimizni o'tkazib olaylik. To'g'rimi? Mana, qo'yinglar. Oho, ana. O'zimizni chiroyli urf-odatlarimizdan qo'ymasin. Xojonalarimiz, ammajonlarimiz, qudajonlarimiz, kelinglar. Yana kim? Ammajonlarimiz. Sotta ammalarimiz bor davramizda. Xolalarimiz, kelinglar. Xola? Ukajon. Telefon olib beray. Opasam o'sha qo'toy. To'liroq. Xudolarimiz, ammajon, xolajon, hamma kelsin. Shu o'tiringlar xolajonlar.
Ammajonu, xolajonlar, xudojonlar, kelinglar. Bir-biridan chiroyli, kiygan ko'ynaklari yarashgan. Hamma ularga havas qilib qarashgan. Ana. O'ynang, o'tiringlar. Sovqatganlarga chopon keltirsin. Studio. Kelinglar ammajonlarimiz. Xudo xohlamiz. Kelinglar xojonalarimiz. Qolganlik ketib qolmaymiz. Bexijolatdan tanovul qilib maza qilib o'tiringlar. Hozir o'tkazib olamiz, keyin raqslarga tushib ketamiz. Maylimi qizlar? Xojonamizga ham joy beringlar. Xojona keling. Qanaqa bo'ladi urf-odatlarimiz? Shuni aytib tursanglar, men yetkazib turaman. Onalar bor. Olam qo'shiq xonadir. Onalarni maqtasa dil qonadir. Farzand uchun kim quvonib yonadir? Onadir u, onadir u, onadir. Gunoh qilsang eng avvalo kechirgan. Oq sutiga mehrin qo'shib ichirgan. Farzandiga baxt beray deb o'ylagan. Onadir u, onadir u, onadir. Mana davramizda onajonlarimiz o'zimizni o'zbekona odatlarimiz bo'lgan surpa ochar marosimini boshlamoqdalar. Ilohim, hamisha o'zbegimning supralari yoyiq bo'lsin. O'zbegimning to'ylari ko'p bo'lsin. Qani bismillahirrohmanirrohim. Gulbikaxon, qani kengizar qani boshlangizlar. Katmani boshladi, Katinajonisi, nima deydim? Tilovbekjonimni katta onajonisi suproshni marosimimizni boshlab berdi. Onajonim, bitta chiroyligina siz aytingchi. Voy, aynalib ketasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim Parvardigorim yaratgan egam, shu bolalarimni umri uzoq bo'lsin, rizqli bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Xudoya boshlagan to'ylari xayrli bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin, to'ylarda sog' salomat eson-omongina o'tkazib olsin. Abdullahjonim ham katta yigitlar bo'lsin. Katta basuday, otalaruday bir mehriban, muhabbatli, mehrli farzandlar katta bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima deysiz? Qayerga bormangiz? Mahbuba opa, bir chiroyli gap gapiringlar. Aytganingiz. Muxtarjon bilan kelin qo'shqa qarisin, bolalarini huzurini ko'rsin, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Mana Tilovbekni nevaralarini Muxtar to'y qilyapti ekan, umri uzoq bo'lsin. Kelin bilan Tilovbek qo'shqa qarisin. Jasurbekni ham yaxshi kelin ato etib, Alloh bir insofli, diyonatli kelin kelib, shu xonadonda boshi to'ydan chiqmasin. Muxtarni ham yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, uylari to'yxona, murodxona bo'lsin. Hammalaringiz yanagi Jasurda to'ylarida mana shunday festival o'tiringizlar. Yaxshi kunlarda kelingizlar. Hamma sog' salomat bo'lsin, ro'zg'origa tinchlik, osoyishtalik ato etsin. Hammani ro'zg'origa tinchlik bersin. To'y qilsin, yilda oldi bo'lib o'nib o'ssin. Mahfuzaxon, rasm tushish bilan band o'qishlar. Shuni ayting. Qani endi tabiat qo'lidan kelsa,
abadiy etolsa sening umringni, rozi edim onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersalar mening umrimni. Bir parcha et edim, sen qilding odam, ammo sening sira qarzing yo'q mendan. Sendan oldim aqlu zakovatni ham. Derlarki onaning ko'ngli bolada, nafas olarmikin ona farzandsiz. Derlarki bolaning ko'ngli dalada, nafas olarmikin farzand onasiz. Kel bag'rimga bosay, oppoq peshonangdan o'pay. Volidam onam senga ta'zim qilsin zamin u zamon. Sen unga haqlisan ey nuri dedam. Qabul et onajon yurak so'zimni. Yo'q yo'q so'zim emas balkim o'zimni. Mana bu chiroyli so'zlarni mana davrada supralarda iylayotgan onajonlarimizga bag'ishladim. Onajonlarimiz, opajonlarimiz, singiljonlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Qayta mana shunday to'ylarimiz o'zbegimni topganlari to'ylarga beradi deganda mana o'zbegimni to'ylari ko'p bo'laversin. Onajonlarimiz mana shunday supralarda ilayversin. Yoshlar kelayotgan kelinimizni payqadamlari qutlug' bo'lsin. Nasib bo'lsa yanagi to'ylarda yana ham to'ylari ko'paysin Muxtorjonimda. Muxtorjon hammalaringizga bugungi to'ylaringiz muborak bo'lsin. Qudag'ay xola sizga ham chevara to'yingiz muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa bu chevarani nima deydi? Baxt to'yda ham o'tirish sizga nasib qilsin. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Sizga do'stlari ko'ngil parvona bo'lsin. To'y ustiga to'ylar to'yona bo'lsin. Yig'ilgan barcha do'stu oshnolar uyingizning to'ri to'yxona bo'lsin. Firuzajon, o'tiring, aylanay. Mayli, kel. Gulbeka qayerda? Gulbeka bir yoqqa ketib qolma. Xolalardan ham bitta chiroyli gap bo'lsin. Xolalari, mang, bitta chiroyli gapiring. Ammalari. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonjonlar. Mana bugun singlim Gulbekani o'g'lini sunnat to'yi ekan. Shu yigitchaga uzoq umr, katta o'qishlarga o'tishini tilakdoshimiz. Ota-onasiga xizmatkor bo'lsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Ammajonlari sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ketayotganlarga bermasanglar. Qo'limda to'ylar qilib beraydi.